Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga bitta foydali bo'lgan ma'lumotni yetkazmoqchiman. Arxitektura sohasida o'qimoqchi bo'lgan yosh o'quvchilarga nimalar kerak, ya'ni ular qanaqa o'quv qurollaridan foydalanish kerak? Shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu yerda umumiy hamma kerak bo'ladigan shu vazifalar uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz: qalam, o'chirg'ich, akvarel, kistichka, guash, knopka, sketch marker, bu palitra, tush, oq guash, rangli qalam, oq qalam, avtoqalamni demak zapaskasi, hop pichoq kanslerskiy, geliy ruchkalar 2 xil, ya'ni 1 millimetrli va 0.5, двухсторонний скотч, cho'tka kerak bo'ladi, malarniy skotch, pivakeli, akfikskeli, bu yoqda lineykalarimiz, plastmassali temir lineykali va reshina, bundan tashqari mana gradusli lineykali kerak bo'ladi va mana bunaqa demak gilamchamiz, bu maket yasashga ishlatiladi. Bunda mana qog'ozlarimiz, auch chetinaniki, akvarelliki, A4 formatli, undan tashqari karton kerak bo'ladi, gofre karton va tavshun bo'znak vatmalarimiz kerak bo'ladi va bunaqa karton, keyin qalin karton, ya'ni 1 millimetrli maket yasashga kerak bo'ladi. Undan tashqari planshet kerak bo'ladi bizga. Bu turli xil o'lchamda bo'ladi, o'sha vazifaga qarab turib belgilab ishlatiladi. Va eng asosiysi bizga o'quv qo'llanmalari kerak bo'ladi, ya'ni shu boshlang'ich bazani beradigan arxitekturani shu loyihalash asoslari, ustaxonada amaliy mashg'ulot, undan tashqari shu konstruksiyalash kitoblarimiz ham kerak bo'ladi. Bu kitoblarimizda bizga shu arxitektura sohasini nazariy bilimini, ilmini bizga yetkazadi. Bu yerda har xil mashqlar berilgan, bu yerda umumiy ma'lumotlar, arxitektura sohasida ma'lumotlar berilgan. Konstruksiyalash kitoblarimizda shu binoni skeleti, ya'ni konstruksiyasiga oid ma'lumotlar berilgan. Qisqacha sizlarga umumiy shu arxitektura sohasida o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun kerak bo'ladigan o'quv qurollarini qisqacha ma'lumotini yetkazdim.